Bugun Andijon viloyati avtomobil yo'llari bosh boshqarmasida press tur bo'lib o'tdi. Unda qatnashchilar shu kungacha amalga oshirilgan ishlarni o'z ko'zlari bilan ko'rish bilan bir qatorda yil davomida bajarilishi muhim bo'lgan vazifalar haqidagi ma'lumotlarga ham ega bo'ldilar. Tadbir davomida ma'lum qilinishicha, ayni paytda Andijon viloyatida jami 13306 kilometr avtomobil yo'llari mavjud bo'lib, shundan umumiy foydalanishdagi yo'llar 2422 kilometrni, shahar ko'chalari va ichki xo'jalik yo'llari 10884 kilometrni tashkil etadi. 2025-yilda 614,8 milliard so'm miqdorida yo'l ishlari bajarilishi hamda 1158 kilometr avtomobil yo'llarini rekonstruksiya qilish va ta'mirlash rejalashtirilgan. Jumladan ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi doirasida 88 milliard so'm miqdorida yo'l ishlari bajarilib, 13002 kilometr avtomobil yo'llari rekonstruksiya qilinadi va ta'mirlanadi. Shundan umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarining rekonstruksiya qilinishi bo'yicha 81,3 milliard so'm miqdorida yo'l ishlari bajariladi. 9 kilometr yo'llar foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Press tur davomida Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati xodimlari ham faol ishtirok etdilar va o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob topdilar.